Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Bog'ot avtosavdo kanaliga obunachlar. Aziz yurtdoshlar, sizlarga bu video obzorimizda Bog'ot avtosavdoning komfort bozorida turgan narxlar bilan tanishtirib chiqamiz. Aziz yurtdoshlar, bera kelsangizlar, har xil turdagi komfort avtomobillarimiz mavjud. Aziz yurtdoshlar, keyin sizlardan shunday sotiladigan mashinalar bo'lsa, kelin so'raymiz. Kelsangiz kelishsak, narxlarimiz bilan kelishmasak sotib beramiz. Hurmatli obunachilar, videomiz keyinroq tarqalishi uchun like bosib, obuna bo'lib kuzatishni so'rab qolamiz. Narxlar ahamiyat etmanglar, bizlar buni aytib turibmiz, sotib berarak ekan. Ustiga kelsangizlar, kelishilgan narxlarda avtomobillarimizni xarid qilasizlar. Endi qaranglar. Kredit bor, bank o'zlarimizda bor. Shuning o'zida hamma dokument sistemalarimizni bitirib, chiroyli qilib beramiz. Asa videoni boshladik, like bosib, kommentda o'z yaxshi fikrlaringizni qoldirib o'tishingizni so'raymiz. Boshladim kuzatib boraverasiz. Mexanika Malibu so'raysizlar. 2012 108 ming yurgan metan gazi bor, kraska rodnoy. Bahosi 128 million so'm. Mexanika bo'lsa 4 yumshoq bo'lgan ham bor. Krediti 60 million bersangizda 4200 dan oylik to'lov chiqadi. 3 yil kredit beramiz. Avtomat Malibu 1 2012 96 ming yurgan metan bor. 160 yo'q. 96 ming yurgan metani bor. Narxi 152 million so'm aziz yurtdoshlar. 90 million bersangizda 4200 dan chiqadi oylik to'lov. 3 yil kredit beramiz. 30 ming probeg yuribdi Malibu 1 mexanika 2014 30 ming yuribdi. Kraska rodnoy benzin, kuzovda kirchiq chiziq yo'q, 2.4 motor. Hammasi do'stlar, bahosi rodnoy. Avtomobilimiz puli 168 million, 85 million bersangizda 5 milliondan chiqadigan to'lov. Aziz yurtdosh, avtomobilimiz 3 yilga chiqadi. Xarid qilaverasizlar. Navbatdagi mexanika Malibu bu ham sotib berarga turibdi. Bu Malibuning ma'lumotini aytaman do'stlar. Keyingi video obzorimda az danlilarni yozib bersanglar, chiroyli qilib mo'ka kirgandan keyin. Malibu 2 Premier 2022 kraska rodnoy benzin 53 ming turibdi. Mashina Mers Ходовой 4 yumshoq bo'lib, shumka, tonirovka razрешение bor. Bahosini e'lon bo'lsa 330 million so'm. 105 million bersangizda oylik to'lovi 6 million 700 dan chiqadi ekan. 5 yil kredit chiqadi. Malibu 2 atmosferniy 2.4 100% rodnoyni so'ragan obunachilarga kam yurgan 70 ming probeg turibdi. Kraska rodnoy benzin Mers qilingan Ходовой 4 ton yumshoq bo'lib bor. Kuzovda kirchiq chiziq yo'q. Narxi 238 million so'm. 39 million bersangizda 6 million 900 dan 3 yilga chiqadi. Malibu 2 Premier 2022 mashin 57 ming yurgan kraska rodnoy pakalina propan parok Mers qilingan Ходовой 4 ton yumshoq bo'lib shumka mashinamiz Premier 330 million so'm. Malibu qora svet mexanika Malibu 1 mexanika paysda 140 mingi yurt turibdi. Kraskasi toza, metan gazi bor, bahosi 112 million so'm. Mashina bizga sotib berarga turibdi, hurmatli obunachilar. Keyin 30 million bersangizda 4 million 500 oylik to'lov chiqadi. 3 yil kredit beramiz. Tracker 2 2024 4 ming yurt turibdi. Kraska 7 ming ekan, 24 7 ming yurt turibdi. Kraska rodnoy benzin. Bahosi 190 million so'm. Hurmatli obunachilar, 2024 Tracker navbatdagi aksiyada 2023 100 ming yurgan kraska rodnoy pakalina propani bor. 4 ton yumshoq bo'lgan, kuzovda kirchiq chiziq yo'q. 165 million so'm, 10 million bilan kredit chiqadi, 5 million birdan tushadi turib 5 yil. Avtomat Premier Tracker 1 2019 94 ming yurgan kraskasi 1.2 bor, metan gazi bor. Bahosi 128 million so'm. 29 million bersangiz oylik to'lov 4 milliondan chiqadi. 3 yil kredit beramiz. Tracker 1 Premier 2019 kuzov 24 ton yumshoq bo'lgan kraska rodnoy. Avtomobilimiz probeg 96 ming turibdi. Benzin shumka 4 ton yumshoq bo'lgan qilingan. Bahosini e'lon bo'lsa 130 million so'm. 29 million bersangiz 4 milliondan chiqadi to'lov. 4 yil kredit beramiz. Tracker 2 hurmatli obunachilar aksiya 156 million so'm. Bomba narx. 2024 69 ming yurgan metan gazi bor. 156 million so'm bahosi. 24-chi metan ham bor olsa 4 ton yumshoq bo'lgan parok qo'yilgan chikol hamma o'zlari tayyor. 5 million berasizlar, hamma dokumentlarni shu kunning ichida taxlab beramiz. Oylik to'lov 5 million 100 dan chiqadi 5 yil. Kia Sorento 2023 aziz yurtdoshlar 41 ming yurgan kraska rodnoy pakalina metan gaz ustunak qilingan 4 ton yumshoq bo'lgani bor. Sorento Kia Bog'ot avtosavdo komfort bozorida 420 million so'm. Kuzovda kirchiq chiziq yo'q. Mashina durar asosida ham savdo qilsa bo'ladi. Mashinamizda 4 ton yumshoq bo'lgan qo'yilgan. Bahosi 420 million so'm. BYD mashin elektromobil bo'ladi. BYD Son Plus 2023 53 ming yurgan mashinamiz to'xta yuradi. 4 ton yumshoq bo'lgan shumka, tonirovka razрешение bor. Yonkisi 97 yonkis. Hurmatli obunachilar, avtomobilimiz 53 ming probegda.
242 milyon so'm xarid qilaverasizlar. Equinox hurmatli obunachilar 2020 130 ming yurgan kraska rodnoy benzin avtomobilimizning narxi 265 milyon so'm aziz yurtdoshlar. Parok 4 ta yumshoq polo kraska rodnoy qora svet Equinox Bog'ot avtosalon Komfort bozorida avtokreditga chiqadi. Tak 70-80 millionlar bilan chiqadi. Alik to'lashi 7 millionlar atrofida tushib boradi. 4 yil kreditga chiqadi. Malibu 2 zo'r yap turibdi hurmatli obunachilar. Xarid qilaman siz 2019 2 turbina bo'ladi. Mashinamiz как пример. Primerdan farqi abduf yo'q buni. Kraska rodnoy 4 ta yumshoq bo'lon bor. Benzin. Probek 70 ming turibdi. Narxi 255 milyon so'm. Hurmatli obunachilar, Bog'ot avtosalon Komfort bozorida sotuvda. Endi aziz yurtdoshlar, Captiva qator o'tadigan bo'lsa, Captivalarning vibrlarimiz ko'p hurmatli obunachilar. Ko'rishlaringiz mumkin. Captiva 2017 kraska rodnoy avtomobilimizda benzinda bo'ladi. 148 ming turibdi. 2.4 S7 qora svet. Zo'r tonirovka razishina bor. Bahosi 205 million aytamiz do'stlar. Ustida kelishib beriladi do'stlar. Navbatdagi Captivamiz 2017 120 ming yurgan metanon bor. 4 ta yumshoq bo'lon. Kraska rodnoy S7 ni o'zi 2.4. Bahosi 210 million so'm. Hurmatli obunachilar, xarid qilaverasizlar. Bu tarafda 2013-yil Captiva 3 motor S7 bo'lgan. Kuzovda kirchik chiziq yo'q, diniq holatda. Avtomobilimiz metanon ustidan turibdi. Bahosini olib bo'lsak 145 million so'm. Rodnoy mashinamiz aziz yurtdoshlar, xarid qilaverasizlar. Bu tarafda 2015 Captiva'ning narxi tushdi. Primo egadan gap turadi bu Captiva'miz. 96 ming kraskasi rodnoy 3 motor avtomat. S7 bo'lgan, metan gaz ustidan qilingan 94 ming probek o'zini halol yurgan bo'lsa, mashina Primo eganiga aytib turibman, bahosini 151 million so'mga tushirdilar. Xarid qilaman desangiz, sotuvda Komfort bozorida. Navbatdagi 2017 S7 bu. 82 ming yurgan benzin, bahosi 210 million so'm. Kraskasi rodnoy. Xarid qilaman desangiz 2.4 diska balon qo'yilgan S7 ni o'zi. Captiva navbatdagi hurmatli obunachilar, bu Captivamiz 135 million so'm. 2013 145 ming yurgan metan gazi bor. Bahosi 135 million so'm. Kraskasi bor ekan buni bir detalni aziz yurtdoshlar. 60 million bersa 4 million 500 dan 3 yil kreditga chiqarib beramiz. Bu tarafda yana Captiva 2015 102 ming yurgan benzin, bahosi 160 million so'm. Hurmatli obunachilar, xarid qilaverasiz. 3 motor S7 bo'lgan bor. Captiva 72 million 2009 170 ming yurgan metan gazlar va kraskasi qilingan Captiva narxi 72 million so'm. Ina do'stlar, 2.4 mexanika bo'ladi. Bu tarafda yana Captiva 2013 40 ming yurgan benzin, bahosi 140 million so'm do'stlar. Kelishib beramiz. Buni 40 ming yurt turibdi, 135 millionga tushirdilar. Uzr bo'lsa, benzin 2013 40 ming probekda. Rodnoy 3 motor S7 bo'lgan Captiva. Orlando 2015 200 ming yurgan kraska rodnoy metani bor. Bahosi 122 million so'm. Mexanika ikkinchi pozitsiya bo'ladi, lyukli variant, elektron sidiniya. Bu yerda yana bir Captiva'miz sotib berayotib 2013 110 ming yurgan metani bor. Buni pulni yaradan bo'lsak 122 million so'm 3 motor Captiva qora svet. Hurmatli obunachilar, hozircha Bog'ot avtosalon Komfort bozorida turgan mashinalarni ko'rsatdim. Dalish yana 7-8 Captiva, endi Malibu, ashuna mashinalarimiz bor. Moykada, Ximskada egadan keladi do'stlar, bemalol kelaverasiz. Bizda Vibri ko'p, xudo xolasa. Rahmat kuzatib o'tirganlaringiz uchun.